2025-yil 28-aprel kuni Andijon shahrida Aloqa bank va Andijon viloyati hokimligi tashabbusi bilan investorlar kuni tashkil etildi. Buni asosiy tashkillashtirilishimiz hurmatli prezidentimizni joriy yil 14-fevraldagi yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va ularni bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 62-qarorning 6-bandini ta'minlash maqsadida tashkillashtirilgan. Aloqa bank yoshlar banki deb tanlanganligi, Aloqa bankka bu katta ishonch bilan bir qatorda katta bir mas'uliyat yuklaganini biz bilamiz. Aloqa bank rahbariyati va xodimlari bu qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha bor imkoniyatlarini ishga solishlarini ma'lum qilamiz. Tadbir Andijon viloyat hokimi o'rinbosari Dilshod Karimovning tabrik so'zi bilan boshlandi. Asosiy masala shu Aloqa bank bankimizni Kommunal Narimbayevning boshchiligidagi bankni yoshlar banki deb e'lon qilinishi albatta yoshlarga katta e'tiborli bir namunasi sifatida qarasak bo'ladi. Tadbir doirasida mahalliy oliy o'quv yurtlari talabalari, hududiy startap loyihalari vakillari, bank va Aloqa Ventures fondi mutaxassislari, yurtimizning yetakchi biznes vakillari va yosh tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi investorlar faol ishtirok etdi. Bugungi kunda Jet Invest servisi Aloqa Ventures kompaniyasi tomonidan moliyalashtirilgan istiqbolli startaplardan biri hisoblanadi. 2022-yilda ishga tushgan bo'lsa, bugungi kungacha O'zbek fond bozoridagi 80% dan oshiq bitimli Jet servis orqali amalga oshirilmoqda. Maxsus tashkil etilgan maydonlarda bank xizmatlari zonasi, investorlar va yoshlar uchun uchrashuv maskanlari, startaplar uchun pitch sessiyalari va yetakchi biznes vakillari bilan bevosita muloqot uchun platformalar tashkil etildi. Aloqa bank boshqaruv raisi Kamuna Irisbekova o'z nutqida ta'kidlashicha, investorlar kuni nafaqat yosh tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigi, balki O'zbekistonning innovatsion kelajagini shakllantirish sari tashlangan muhim qadamdir. Prezidentimiz 62 sonli qarori asosida men imtiyozli kredit oldim. Imtiyozli kreditni mahsulotlar, asbob-uskunalar oldim. O'z sohamni rivojlantirishga yordam berdi Aloqa bank. Tadbir doirasida ishtirokchilar biznesga birinchi qadam loyihasi bilan tanishdilar. Mamlakatdagi eng yirik yoshlar startap platformasi Startup Garage faoliyatiga alohida e'tibor qaratildi. Uning vakillari tomonidan startap g'oyasidan amaliy biznesga qadam tashlash uchun amaliy qo'llanma kitobi taqdimoti o'tkazildi. Tadbir yakunida o'tkazilgan viktorinada to'g'ri javob bergan ishtirokchilar Startup Garage tomonidan tashkil etilgan maxsus Founders School dasturida bepul o'qish imkonini beruvchi vaucherlarni qo'lga kiritdilar. Men Muhammad Qodir, Braille Recognition loyihasi asoschisiman. O'tgan yili bo'lib o'tgan President Tech Awards'da 3-o'rinni egallab $30,000 grant jalb qilganman loyihamga. Va bugun mana investorlar bilan uchrashuv kunida Aloqa bank tomonidan o'tkazilayotgan Braille loyihasi bilan, Braille Recognition loyihasi bilan qatnashyapman. Va nutqimni oxirida shu joyning o'zida Verdi kompaniyasi direktori Sanjar Murodov tomonidan 50 million so'm pul moliyalashtirildi loyihamga. Andijonda o'tkazilgan investorlar kuni yoshlarga o'z g'oyalarini biznesga aylantirish, sarmoya jalb qilish, tajribali mutaxassislar va investorlar bilan bevosita muloqot o'rnatish uchun noyob imkoniyatlar eshigini ochdi. Aloqa bank yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, innovatsiyalarni ilgari surish va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish borasidagi faoliyatini izchil davom ettirmoqda.